Boy bu mevani ko'pchiligimiz yaxshi ko'ramiz albatta. Olma. Olmadan murabbo, kompot, povidla, jem, turli xil ichimliklar tayyorlashadi. Sharbat ishlab chiqarishadi, quritishadi, tuzlashadi, marinadlashadi. Ular turli taomlarga masalliq sifatida qo'shiladi. Shuningdek, shirinliklar ham pishiriladi. Olmaning 7,5 xil madaniylashtirilgan navlari ma'lum. Hamma o'zi istagan ta'mi va iforini tanlashi mumkin. Tan olish kerak, olma tarkibida vitaminlar va oziq moddalar ko'pligi borasida chempion emas. Qaysi vitamin yoki mineralni misol keltirmaylik, tarkibida bular olmadagiga qaraganda ko'proq bo'lgan mevalar topiladi albatta. Shunga qaramay, olma deyarli eng foydali meva sanaladi. Ularning foydasi vitamin, minerallar, meva kislotalari, qand va kletchatka kabilarning uyg'unlashganligidadir. Olmaning sotuvda ommabop madaniy navlari yumshoq, lekin qarsillaydiganlari hisoblanadi. Olma savdosida yana muhim jihat po'chog'ining qizilligi, dog'larning yo'qligi, transportda tashishning osonligi, uzoq saqlash mumkinligi, kasalliklarga qarshi turishi va yoqimli hidi. Olmani pishirmay iste'mol qilgan ma'qul, lekin terma ishlovdan so'ng ham u ko'pgina oziq moddalarni saqlab qoladi. Olma odamning hayotini 17 yilga uzaytirishi mumkin. Britaniyaning Norvich shahridagi mahsulotlarni o'rganish universiteti olimlari muntazam olma iste'mol qilish inson umrini uzaytirish, shuningdek organizmni yoshartirishga imkon beradi degan xulosaga kelishdi. Tadqiqotchilar olmada polifenol epikaxetini qon aylanishini yaxshilaydigan, immun tizimi himoyasi darajasini ko'tarib, yurakni yoshartiradigan murakkab element borligini aniqlashgan. U ko'pincha yurak kasalliklari, infarkt va insultga sabab bo'ladigan tomir devorlari qotishi jarayonini 21% ga kamaytiradi. Olma sharbatini ancha ko'p miqdorda ichgan ko'ngillilar ishtirokidagi tajribalar natijasida olimlar ularning yurak tomir tizimi va umuman organizmi kamida 17 yoshga yosharganini aniqlashgan. Olmalar qadimdan ko'plab kasalliklar, jumladan podagra, ateroskleroz, bod, surunkali ekzema kabilarda shifobaxsh ta'sir ko'rsatish xususiyati bilan mashhur. Ular ko'rish qobiliyatini, teri, soch va tirnoqlarni ham mustahkamlaydi. Po'chog'ini archish shart emas. Olma po'chog'ida ko'p miqdorda C vitamini bilan birga organizmga salbiy ta'sir etuvchi erkin radikallarga xalal beradigan moddalarga boy. Olma tarkibidagi pektin ham himoyalovchi xususiyatga ega. U organizmga tushadigan zararli moddalar, masalan, qo'rg'oshin va mishyakni bog'lab, organizmdan chiqarib yubora oladi. Olmadagi erimaydigan tolalar qabziyatning oldini olib, organizmdan zararli moddalarni chiqaradi. Bundan tashqari, olmada hazm qilish jarayonini yaxshilaydigan olma kislotasi mavjud. Olma sharbatini ko'pincha chekishni tashlashni xohlaydigan va tez-tez bronxit bilan og'riydigan odamlarga tavsiya etishadi. Olmadan yeb turing.